Disclaimerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngil ochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Tak, bolalar xatolik o'tdi mendan, kechirasizlar. Uzr sizlardan so'rayman agar kimki menga o'xshab qo'yib qo'ygan bo'lsa. Ya'ni men birinchi taymni, ya'ni Obazabyutga Oba ikkovi urmaydi deb olgandim. G'alaba qozondi. Mana ko'ryapsizlar pastda. Mana Obazabyut deganga niyat olganman. Ya'ni bitta urdi. Birinchi param urdi. Ikkinchi taymda Lazio urib qo'ydi. Va natijani qarang. Ikkinchi taymiga olganman-da. Общий qilib olmabman. O'shaning uchun menda yutqazildi, lekin kimki umumiy o'yinni 2 ta goldan ko'p deb olgan bo'lsa, natijaga erishdi. Sizlarning asar 84 bo'ldi bolalar. Kimki yangi bo'lib turgan bo'lsa, Telegram kanalim va YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar. Videolar yoqib o'tgan bo'lsa, bittadan like. Bu sizlardan kontent uchun so'rayman, boshqa narsa uchun so'ramayman bolalar. Ya'ni jamoamiz ko'paysin, ko'rsin, bo'lar bo'lmasga o'yinga pul tiqib sarflamasin. O'yinni har bir narsani o'zini me'yor chegarasi bor, bilasizlar. O'shaning uchun me'yor chegaraga qarab o'ynayman men ko'pincha. Va matematikadan ham hisob-kitobni yaxshi bilinglar bolalar. Bu eng kerakli natija. Bilasizlar, bu o'yinda, ya'ni bu qimor o'yinida eng keraklisi matematika. Matematika bor joyda hamisha g'alaba bo'ladi bolalar. Mayli, bu safar mag'lubiyatga uchradik, hech qisi yo'q. Endi hozir bitta Mortal Kombatga ham ko'rsatdi sizlarga. Ya'ni Mortal Kombat Level. Tak, mana. Men ko'pincha birinchisini tanlayman har doim. Bunda ko'pincha natijalar yaxshi bo'ladi. Tak, kimdan kim? Generalsman Keydjan. Tak, bularda necha ekan stavkalariga bir ko'rib boqaylik-da. 53.5. Biz buni olamiz va 5 millionni tikamiz chetga. 5 million. Так, подтвердить qilamiz. Olamiz. Ko'rib turibsizlar bolalar. Tikdim. Ya'ni bunga tikdim. O'zi ko'pincha bu xmi x keladi, ya'ni bunaqasiga. Lekin keraklisi bizga raundni har birini hisobga olib va o'yinchilarni ham hisobga olinglar. Ya'ni bu bilan bu, ya'ni bir-birini qaysi biri ko'proq natijaga erishasizlar. Ya'ni 45 degan, bu yerda 45 dan kam bo'ladi. 50 dan ko'p bo'lmaydi, bu aniq. Hozir qo'ydim, ko'rdinglar o'zinglar. Istoriyaga ham bir kirib ko'rsatdi. Bo'lgan matchlar qo'ydim. Mana bitta yutqazdim boy, mana hozirga qo'yganim. 500 ming qo'ydim. 5 million boraman. 500 ming, mana natijani ko'ramiz. Yana generoskamiz, koeffitsiyentimiz raundlarga qarab belgilanadi. Hozir ko'ramiz natijani bo'ldi. Sizlarni. Tak, 2:38 daqiqa kutib turamiz va videoni qo'yaman, ko'ramiz, davom etamiz. Aytmoqchi bolalar, yana bitta narsasiga ahamiyat beringlar har doim. Hozir men sizlarga ko'rsataman, nimasiga ahamiyat berishi bu kibersportda asosiy bizga kerakli bo'ladigani. Bu yerda aytyapti, ya'ni 40 dan 5 ko'p bo'ladi va 53.5 dan kam bo'ladi deyapti. Ya'ni buni hisobini olish uchun men sizlarga hozir bitta yo'lni o'rgataman. Ya'ni qandoq? Bunda mana bu oxiridagi ikkitani olasizlar. Va bu. Men o'zim ko'pincha shunda olaman. Nimaga unaqa deyotganim? Ya'ni nimaga? Bunda asosiy keraklisi bizlarga qo'shuv kerak. Qo'shamiz. Ya'ni 3.5 ga 0.5 hisobiga olasizlar. Bu yerda 3.5. Ya'ni nima deyapti? Buni g'alaba qozonadi deyapti. Agar teskari bo'lib bu tepaga chiqsa, bunda kerakli hisob chiqmaydi. Ya'ni 35 dan kam bo'lmaydi
35 dan kam bo'lmaydi degan jangini, lekin 53 dan ko'p ham bo'lib ketmaydi degan. Ya'ni buni teskarisiga hisoblaganimizda, ya'ni 5 ga 5, 10 va 1-0 100% g'alaba degani. Tak, keyingisi. Keyingisi bizlarga kerakli mana bu ikkita oldidagisi va buni ham ikkita oldidagisi. Ikkita oldidagisi deganimga sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Ya'ni 40 deyapti bu yerda. 40 bo'lsa, hisobga olinglar, qaranglar. 53 ga qo'shasizlar, ya'ni 40 ga 53 ga 40 necha bo'lyapti? 93 va 5. Salkam 93% yutuq degani. Mana ko'ramiz g'alabamiz nima bo'lar ekan. Yaxshi, yomon emas. Tak. Buni Isqart. Ko'rdinglarmi bolalar? G'alaba. Qaranglar, necha bo'lgan. Har doim katta sonni hisoblashga harakat qilinglar. Boya aytganimdek 93 bo'lib qoldimi, hech qachon uni olmanglar. Ikkala tomonni baland tomonini olinglar har doim. Mana 50 ya'ni 53 u 5 edi. 43. Ko'rdinglar, unaqa uzoq jang ham bo'lmadi, g'alaba bo'ldi. Ko'ryapsizlar buni. 53 u 5 ya'ni ko'p bo'ldi bu yerda. 43. Boya bizlarda turgan bu yerdagi koeffitsiyentlar 40 da. Ya'ni 40 ga ham o'tsa bo'lar ekan. 40 ga o'tishi hojati ham yo'q. Sizlarga kerakli ma'lumot, ya'ni birdan o'tmaydi degan. Orqasidagi sonni nimaga hisoblaysizlar? Vaqtga. Oldidagi ikkitani yutuqqa hisoblaysizlar, bo'ldi. Shu kerak narsa. Buni ham olamiz. Yana bir marta 53-5 ga qo'yamiz, chunki ikkinchi raundda hozir bu qaysi biridir yutish kerak edi. Hozir men sizlarga aytaman. Tak, birinchi raund 43 ga tugadi, ikkinchi raund 53 ga ham bormadi. Ya'ni 4-raund boshlandi. Mana 45 уже cho'zildi. 43, 45, lekin bunisi kalta bo'lishi aniq. Nimagaki hozir 2 marta. Ya'ni 2 marta yutdi. Joni Kech 2 marta yutgan bo'lsa, bu hali mag'lubiyatda 1 marta ham yutgani yo'q. Fatality qilib tashlabdi ham 2 marta. Tak. Istoriyaga kiramiz. Keyin kuponimiz.
5 million balans qoldi. Mana выигрышni ham berdi. Boyagi 6 nechini ham. Davom etamiz. Bu safargi raund juda ham tez tugishi kerak. Shu tomonlamaga ham sal nima qilib ahamiyat berib turinglar bolalar. Ya'ni tepadagi son. Tushunasizlarmi? 5 tadan kam bo'lmaydi degani bu yerdagi jang 5 tadan kam bo'lmasligi aniq. Tak, ko'ramiz. Har doim orqasidagi sonni ham hisobga olinglar bolalar. Orqasiga sonni hisobga olmasanglar bo'lmaydi bolalar. Eng uzoq cho'ziladigani, ya'ni 1 minutdan o'tadi agar ja uzoqqa borsa jang. Undan uzoqqa bormaydi. Bo'la qol endi. Mana bolalar, ko'ryapsizlar natijani. Bomba bolalar. O'shaning uchun tutgandim, raundni har doim hisoblab o'ynanglar. Ya'ni 53 5 ming ishiga qo'ydim. Bu yerda natijani ko'ramiz hozir. Birinchi raundda ko'ryapsizlar. Birinchi raundda mana ko'rdinglar o'zingizlar. Birinchi raund, ikkinchi raund cho'zildi. Mana uchinchi raund kamaydi, o'sha ko'ryapsizlar. 43, 45, 44 bo'ldi. O'shani hisobini olinglar bolalar, uni aytibman, men o'zimdan kelib chiqqan holda bu soha nimada men o'ynashim 5 yildan oshiq o'ynayman. O'shaning uchun jangni ham kuzatib turib, keyin stavka qilishga harakat qilinglar. Bunisiga tikmanglar bolalar. Tak. Mayli, yutuq oldik. Yaxshi, yomon emas. Istoriyaga o'tib olamiz. G'alaba. Kim yangi bo'lib turgan bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib olasizlar va YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegramdan futbol to'g'risida ham ma'lumot beryapman, ko'ryapsizlar. Mortal Kombat to'g'risida ham, kibersport to'g'risida ham beryapman. Kibersportda yana futbolga ham chiqazaman. Ya'ni yaqin orada hozir sal 1-2 yerda ham obnovleniyasi o'zgargan, ya'ni qo'yiladigan summa, stavka va hisoblanadigan nimalari, o'shaning uchun hali qo'ymay turibman. Mana ko'rib turibsizlar. Mana boyagi bitta xatoim, ya'ni bitta xato, ikkinchi taym olib qo'yganim. Ikkinchi taymga umumiy o'yinni hisobga olganda g'alaba meniki edi bolalar. Sizlar bilan 84 bo'ldi bolalar, obuna bo'lib qo'yasizlar.